Assalomu alaykum. Bugungi obyektimiz Raycenter klinika ko'chada. Yana boshlashtirib berdik, xudo xolasa. Radiator tepli pol bo'ladi, nasib bo'lsa. Mana tepli pol. Ikkinchi etajimiz radiator. Bu yerda bir tochkamiz 15 li. Bu kanalda 20 li bo'ladi. Aynan teyine tushadi. Bu yanda sanuzel. Yine sushilka bo'ladi. Bu yan tarafda bir tochka. Bu yanda bir tochka, xudo xolasa. Kuzatib boraverasizlar. O'tgan obyektimizni bitirib oldik. Videosini xudo xolasa tashlab beramiz. Bu yanda zalda bir tochkamiz bor. Yine bir açıda instrumentler geldi. Dostanbay dostumuz işe yaptı yine. Birden bir sanuzel var. Yan tarafımız. Güzeltip boraverasizlar. Taşab boramız, xudo xolasa. Materiallarımız yığsan dükandan alındı. Hemen Penaplexa döşep, xudo xolasa hammasini qilib boramiz. Kuzatib boraveringlar. Bundan uchun rahmat. Xizmatda bo'lsa aytaverasizlar.